Dasturxon narxini aytmayman. Bular 7 ta xonaga parad tiktirishganiga arzon qilib berganman-da. Keyin hamma shu narxda qilib ber deydi. Nima deysizlar, aytmay qo'yaveraymi narxini? Shohona xonadonimizni zallari uchun shohona dasturxon tikib kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Video oxirida dasturxonimiz narxini sizlarga aytib o'taman. چشم باریدن تو رو تا دیدم با هم بازی کرد شدم تاریک‌تر چشم باریدن تو رو تا دیدم با هم بازی کرد شدم تاریک‌تر چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم وای چیکار کردی با دلم وای 3,5 metrli stolimizni dasturxonini $200 ga qilib berdik. Hech kimga aytmanglar. کنم واسش بخرم یه بگ دیگه